yilliq Marafon. ئاپتورى مايكىل Pillsbury. 6. bab Xitoyning uchur nazorati. Daraxtni yolg'on gulchechak bilan zinnatlash. 36 tadbirdan. 3. qism. Xitoyni tanqid qilg'uchilarni jazolash. Yana bir tarafda yomon Xitoyga gumon bilan, hatto ochiqdan ochiq dushmanlik nazari bilan qaraydigan g'arbliklar, yomon kishilar bor. Növbətdə bu xil kişilərinin tizimliki Amerika Dövlət Məclisi əzaları, o'ng qanat yoki sol qanat mutaxassislar, kishilik huquq organlari, ishchilar uyushmasi qatorliqlardan tashkil topadi. Sol qanatlardan mashhurlari Richard Gere'ga o'xshash kishilik huquq targ'ibotchilari, Xitoyga qattiq pozitsiya bildiradigan Nancy Pelosi qatorliqlar bor. O'ng qanotliqlardan Amerika Davlat Mudofaa qattiq qo'llari, shundaqla Donald Trumpga o'xshash sodini qo'g'dash targ'ibotchilari bor. Bular Xitoy hukumati tarafidan to'ngiltiladigan gezi kasa sahnadan siqib chiqarilishi mumkin bo'lgan kishilardir. Bulardan ba'zilariga Xitoy viza berishni rad qilgan. Boshqalar bo'lsa, ya'ni Xitoy hukumati haqida uchurga erishishdan va Xitoy amaldorlariga yiqilishdan cheklangan. Bularning ilmiy izlanishlarini yoki nuqtai nazarlarini yo'q chiqarish uchun ingliz va Xitoy tillarida maqolalarning yozilishi va bloglarning qurilishi rag'batlantirildi. Ba'zi hollarda bu xildagi bloglar qurildi. Amerika siyosiy sistemasidagi Xitoyshunos mutaxassislar ko'p qatim manga deb berishcha, Amerikadagi o'ngchi va solchilarning Xitoydan gumonlanib buyuk ittifoq shakllantirishi Xitoyning qarniyatini bilib yetishdan ilgari ularning nazarida eng yomon ehtimoldagi bir ish edi. Ular Xitoyning uzun muddatlik strategiyasiga diqqat qilishdan bakrak bir-birini o'ch ko'rishadi. Xitoy to'g'risida ma'lumot berishga eng arziydigan kishilar dal Xitoy vizasi berilishi cheklangan akademik, muxbir va yozuvchilar ekanligi Xitoy olimlariga uzoq zamonlardan buyon aniq masala hisoblanadi. Yuqorqi sohadagi boshqa amerikaliklar bo'lsa, Xitoyga berib kelib turishni davomlashtirish uchun angliq yoki angsiz ravishda Xitoy bilan murassalashishni davomlashtirmoqda. Ular balkim Dalay Lamani maqtashdan saqlanishi yoki Tayvan to'g'riliq Beyjingni g'azablantiradigan shaklda so'z iboralarni qo'llanishdan saqlanishi mumkin. Washington pochtasi gazeti 2013-yili buningga munosabatli holda munolarni xabar qilgan. Chunki Xitoy hech bir zaman o'zlarining viza berishni rad qilishdagi sababini demaydi. Yoki qaysi xil o'qish mukofotining bekor qilinganligini bayon qilmaydi. Natijada chet ellik tadqiqotchilar orasida o'zini tekshirib turish va tadqiqot temalarining tarayib ketishdek ziyinini mo'lcharlagili bo'lmaydigan ahvollar yuz berdi. Amerikadagi muhtaram Xitoyshunos olimlardan biri bo'lgan Perry Linkning 18 yildan beri Xitoyga kirishi cheklandi. Buning sababi uning Xitoyning talabi bo'yicha maqola yozishni rad qilganligidandir. Link mundaq deydi: Amerika xalqining to'laydigan badali cho'ng. Buni to'g'ri mo'lcharlagili bo'lmaydi. Xitoyni tadqiq qiladigan olimlar orasida shifrliq so'z jumlalarni va vositalik usullarni qo'llanib, Beyjingning talablaridan qechish normal ish deb qaraladi.
Shundaqla ularning bundaq qilishi cho'nqur sistemalashgan. Masalan, ulardan biri Tayvan mustaqilligi demaydi. Bu ikki qirg'oq munosabatidir. Ulardan biri Xitoy turmusida yetayotgan Nobel tinchlik mukofoti sohibi Liu Xiaoboni tilga olmaydi. Hatto ozodlik degan so'zning 1949-yilni ko'rsatganligi normal hodis sifatida qabul qilinadi. Şifrliq söz cümlelerini akademiklar düşünüdü. Link qo'shimcha qilib mundaq deydi. Biroq olimlar qo'llangan bu xil şifrliq söz cümlelerinin obyekti avam xalq bo'lganida avam 1949-yilning haqiqatan azodlik ekanligi, Tayvan mustaqilligi deganning ig'izga olg'uchiligi yo'q ish ekanligi, Nobel tinchlik mukofoti sohibining turmada yetishining rostilla tilga ilishga arzimaydigan ish ekanligidek tushunchalarda bo'ladi. Men akademiklarga qartilgan bir qo'lida o't, bir qo'lida suv muomalasi orqali ish hal qilish to'g'risida tushunchaga erishgan bo'ldim. 1980-yildan 1990-yillargacha men Xitoyga qurol yaroq setib berishning kuchlik tashabbuschisi bo'lgan. Hamda Amerika-Xitoy munosabatini kuchaytirishdagi gavdalik shaxslardan biri deb qaraldigan chaqlarimda Xitoyda qizg'in qarshi elinatdim. O chaqlarda manga Xitoy aql berguvchilari, olimlari, harbiy amaldorlari, hukumat xodimlari va boshqa ko'plagan shaxslar bilan bordi keldi qilisha olaydim. Ziyoratdagi olim sifatida Xitoyga kirishimga ruxsat qilinadi. Halbuki 2006-yil sentyabrga kelganda ahvolda o'zgarish yuz berdi. Mening Amerika hukumati ichida Xitoyga bo'lgan gumaniy pozitsiyamning barg'ancha kuchayishi meni qilg'uchisi ژورنىلىنىڭ dangliq kishisiga aylantirdi. Bu haqdagi maqolaning qaratmaligi boshlanishida o'z ifodasini topgan edi. 5 burchaklik binodagi ta'siri kuchlik maslahatchi va sobiq Xitoy maftuni Michael Pillsbury shundoq qaraydi. Ko'p sondagi amerikaliklar Xitoy to'g'risida xatolashdi. Ular Xitoyni iqtisodiy qo'llanishni nishon qilgan yiqimliq davlat deb qaraydi. Pillsbury davlat ishlari mahkamasining tuvan qatlamlarini, markaziy istixborot agentligini, ko'pchilik amerikalik mablag' solg'uvchilarni va ko'p sondagi amerikalik Xitoy tadqiqotchilarini mushuk eyiqni bag'riga bosquchilar deb tanqidlaydi. Pillsbury o'z vazifasining davlat mudofaa ministrligining ular tushgan qopqonga tushmasligini, kapolatga ega qilish ekanligini bayon qilmoqda. Men qilg'uchisi gazetida e'lon qilgan maqolamda shundoq yozgan edim. Beijing Amerikani saqlang'ili bo'lmaydigan dushman deb qaraydi. Biz buning bilan korimiz bo'lmay, e'tiborsiz qarmoqdimiz. Maqolaning boshqa yerida mundaq degan edim. Biz eng kamida Xitoyning xiyolini tushunishga taraddud qilmaganligimizni tan ilishimiz kerak. Yana shuni tan ilishimiz kerakki, biz davlatimiz tarixida biz uchun eng cho'ng xiris bo'lishi mumkin bo'lgan Xitoy bilan do'qurishdik. Bu qurlarni Beijingdagilarning yoqtirmaydiganligini deb o'ltirishimiz ortiqcha. Bu qurlar e'lon qilinib, uzoq o'tmayla Beijingning g'azabiga duch keldim. Mening Xitoy generallari va akademiklari bilan bo'lgan badi keldam uzilib qoldi. Keyin shuni bildimki, Xitoyning Amerikadagi qo'llovchilari, ya'ni men qilg'uchisi gazetida mushuk eyiqni bag'riga bosquchilar deb atagan shaxslar Xitoy
muxotiblarini izlab, mening Xitoyga qadam besishimning cheklanishini tashabbus qilgan ekan. Bir chaqlarda men ziyoratdagi olim sifatida normal ravishda alolaydigan vizam amdilikda cheklangan edi. Kelgusida Xitoyga bora olishim uchun Amerika hukumatidan rasmiy yo'sindagi diplomatik isbot oladigan holatga tushib qolgan edim. Mening ish harakatlarim burunga qaraganda texmi astoydillik bilan kuzatilishga boshladi. Xitoyda yashaydigan do'stlarimdan ba'zilari men bilan ikkinchilab aloqalashmadi. Mening olimligimni va Xitoy to'g'risidagi ogohlantirishlarimni e'tiborsizlash jihatda xilma-xil urinishlar maydonga chiqdi. Mana bu mening bir qancha yillardan buyon duch kelganlarim. Arqadan 2013-yili bir g'ayri ish yuz berdi. Men yana bir navbat Xitoy vizasiga iltimos qilganimda, hech o'ylamagan yerdan menga Xitoy vizasi berildi. Bu 6 yildan buyon Xitoyning viza iltimosimni tunji qitim tasdiqlash edi. Bu qitimliq ziyoratimda yana tehi men Xalq ozodlik armiyasining generallari bilan tushlik va kechlik tomoq yeyishga taklif qilindim. Men yana Beyjingda ichiladigan Janubiy dengiz to'g'risidagi munozara yig'inga taklif qilindim. Yig'inlardan birida men necha yillab ko'rmagan nurg'ulg'an Xitoy amaldorlari yenimga kelib, menga salom berdi. Xalq ozodlik armiyasi generallaridan 2 kishi menga 1970 va 1980 yillarda Xitoy uchun buyuk to'hfa qo'shganligimni, buningdan keyin shu xildagi to'hfalarni qo'shishimni aytdi. Men bakla hayron qoldim. Sen bu haqda qanday o'ylaysan? Amerika qaytib kelgandan keyin Xitoydan yuz o'rgan bir do'stimdan shunday so'rdim. Sizdan bir ishni so'ray, dedi u javoban. Siz kitobingiz, ya'ni mushu 100 yillik Marafon degan kitobni demakchi, to'g'riliq el xatda biror gap so'z qilib baqqanmidingiz? Shundoq dedim men beshimni lang'ishtirib. Mana bu siz duch kelgan ishni tushuntirib bera oladi. Xitoyning tashviqot xizmatida har qanday amerikalik tizlantirg'ili bo'lmaydigan yoki ayvashga keltirg'ili bo'lmaydigan shaxs deb qaralmaydi. Quloq kasti shaxslar kuchli besim va suyunchilar oldida gap anglaydigan shaxslarga aylanishi mumkin. Xitoylar menga yaxshiroq muomala qilsa, shundaqla mening Xitoyga berishimga yo'l qo'ysa, mening mushu kitobni yumshoqroq yezishimni qo'lga keltirishga mumkin bo'ladi deb qarab, men bilan ochiq oshkora holda qimar o'ynagan ekan. Xitoy rahbarlari o'z obrazini qo'g'dash uchun texmi ko'p vahshiyani o'rinlashtirishlarda bo'lishni xohlamaydigan siyaqda namoyon bo'ladi. Halbuki Tibetdagi buddist rahiblar Xitoyning Tibetga tajovuz qilib kirganligidan uchur beradigan eng oxirgi manbalardan biridir. Ular bu kunlarda Xitoy rahbarlarining daimlik kuzatish nishoniga aylangan bo'lib, ularning ibodatxonalari havo hujumlarining tahdidiga uchragan. Buni ifodalaydigan keng doiralik programmalarmi xalqaro axborot vositalari xodimlari tarafidan ro'yobga chiqmoqda. Ba'zi analizchilarning mo'ljallashicha, Amerikada 7 mingdan ko'proq Xitoy muxbiri xizmat qilmoqda ekan. Bularning ko'pinchisi tashviqotchi sifatida Xitoy yaxshi ko'radigan ideyalarni bozorga soladi ekan. Va yoki Xitoy istixborotiga vakolatan Amerikadagi Xitoyga yomon nazarda qilg'uchilar deb qaralgan kishilarga kuzatchilik qiladi ekan. Xalqaro medialarga yordam berish markazining yaqinqi tadqiqotlaridan birida bayqilishicha,
Xitayning media cheklamasi xalqarалық organlarning dokladlarga va xizmatlarga kuchlik aks ta'sir ko'rsatmoqda ekan. Konkret qilib aytganda, bu tadqiqot dokladida Xitoy g'arb medialarga ta'sir ko'rsatish yoki kontrol qilish uchun qo'llangan 4 asosliq strategiyani ko'rsatib bergan. Business Insider'ning 2013 yildagi 5-sonida bu 4 nuqta mundaq bayon qilingan. Bevosita harakat. Xitoyning ishchi sirtidagi Xitoy diplomatlari, yerlik amaldorlar, bexatarlik kuchlari va kuzatuvchilar qatorliqlarni ishga selish orqali axborotchilarning, ya'ni Xitoydan axborot to'plashini cheklash, salbiy mazmunlarning e'lon qilinishini cheklash, shundaqla cheklamaga rioya qilmagan chet el axborot vositalarini jazolash. Iqtisodiy jihatdagi jazo mukofot. Bu orqali Xitoy cho'ng quruqligining sirtidagi media shirkatlarining xo'jayinlarining o'z-o'zini tekshirib turishini ro'yobga chiqarish. Vositaliq besim ishiltish. E'lon savdogarlari, sun'iy hamroh shirkatlari, chet el hukumatlari qatorliqlarning qo'li orqali Beijingni tanqidlaydigan mazmunlarni cheklash yoki jazolash. Tor hujumi yoki fizikalik hujum qo'zg'ash bu Xitoy markaziy doiralardan gumonlanishga ilib bormaydi. Biroq partiyaning maqsadi uchun xizmat qila oladi. Xitoydagi ko'plagan chet ellik muxbirlar yozgan va so'zlagan har qanday mazmun, ularning telefon aloqalari va ilxat uchurlari Xitoy doiralari tarafidan nazorat qilinadiganligi faraz qilinadi. Xitoy hukumatini rohatsiz qiladigan har qanday xabardan keyin New York vaqt gazeti Xitoy hukumati tarafidan tor hujumiga uchrab keldi. Wall ko'chasi jurnali va CNN mo shundoq bo'ldi. 2013 yılı fevralda Twitter shundoq bayonot berdiki, 250 ming atrofidagi Twitter a'zosi New York vaqt gazetining hujumiga uchrashiga o'xshashla. Xitoyning hujumining ziyonga uchirg'uvchilari bo'lib qolgan. 10% atrofidagi Beijingda turishliq chet ellik muxbirlarning bayonicha, ular 2013 yili o'zi tarqatgan xabarlar sabablik yoki o'zidan ilgirkilarning xabarini tarqatganligi sabablik axborotchilik tasdiqini elishda qiyinchilikqa uchragan. Xitoy hukumati Washington pochta gazetining Beijing tarmoqi direktori Andrew Higginsga 2009 yildan buyon viza berishni rad qilgan. Higgins 1991 yili Xitoy o'qituvchilarini maqtab xabar berishidan keyin Xitoy chegarasidan qo'g'lab chiqarilgan. Shundaqla uning Xitoyda turib xabar berishiga yo'l qo'yilmagan. Xristian Pan Texnik ko'zniki gazeti 2011 yildagi atalmish Yasemen Guli inqilobida ma'lumotchilik haqidagi axborotlarning bostirilishi haqida mundaq xabar bergan. Xitoy hukumati chet ellik muxbirlar bilan aloqalashib, ularga ma'lumotchilikni oshkorlamaslikni aytgan. Ba'zi ahvollarda saqchilar muxbirlarning turalg'ulariga besib kirib, agar bu ma'lumotchiliklarni oshkorlasa, ularga viza berishning butunlay to'xtatilganligi to'g'risidagi ogohlantirishni yetkazgan. Muxbir Paul Mooneyning bayonicha, u o'zining Xitoydagi nufuziga salbiy ta'sir ko'rsatishga qaramay, Xitoy doiralarining qarshiligiga qaramasdan bunda xabarni Xitoydagi hayotida tunji qatim oshkorlagan ekan. Paul Mooney
Xitoy to'g'risidagi salbiy xabarlarni 18 yil yo'shirgan bo'lishiga qaramasdan, shu qitimqi ma'lumotchilikni oshkorlashidan keyin uning Xitoy chegarasidan otlishimi o'xshashli cheklandi. Moni Xitoydagi cheriklik, muhit bulg'anishi, rak kasali va aydiz kanti qatorliqlarga qadalgandan e'tiboran uning xabarlarining Xitoy amaldorlarini darg'azab qilganligi aniq. Moni, Andrew Higgins va Melissa Changa o'xshashlar Xitoy tarafidan xabarlari shumliq chillaydi deb qaralganlikdan Xitoydan ayrilishga majburlangan yoki Xitoy chegarasidan kirish cheklangan chet ellik muxbirlardan biridir. Al Jazeera'ning ingliz tili kanali muxbiri Melissa Chan 14 yildan buyon Xitoy tarafidan tunji bo'lib chegirdan qo'g'lab chiqarilgan chet ellik muxbirdir. Washington Post gazetining ta'kidlaganidek, boshqa ko'plagan muxbirlar Xitoy chegarasidan qo'g'lab chiqarilish bilan tahdid qilindi. Yana ba'zi muxbirlarning viza elishi bo'lsa, uzun muddat orqaga surildi. Bloomberg xabar agentligining muxbirlari o'z xo'jayinlarining Xitoyning yuqorqidek tahdidiga duch kelishidan ansirab, Xitoy haqidagi salbiy xabarlarni suzib olganligini shikoyat qildi. Bloombergning muxbirlari bu xil ahvolni axborot organlari tuproqiga qadam bosalishi uchun o'zlarini suzgishdan o'tkazgan natsistlar Germaniyasiga selishtirma qildi. Xitoyda internet sohasining bostirilishi hammaga ma'lumliq va keng tarqalgan bir hodisa. Ma'lum ma'nodan aytganda, Fransiya axborot agentligining bayonidagidek, Xitoy Kommunistik partiyasi dunyodagi eng cho'ng raqamlik imperiyani boshqarmoqda. Xitoydagi Jongo telegrafi, Jongo birlashma xabarlashishi, Jongo ko'chma xabarlashishi qatorliq aloqa shirkatlari shakllantirgan tor aloqalari davlat tarafidan kontrol qilinadi. Xitoy hukumatining internet bexatarligi uchun nazorat uskunalarini o'rnatish urinishi birdak holda sattichin sepili tipidagi mudofaa temi deb qaralmoqda. Xitoy doiralari Xitoy fuqarolarining aloqa vositalarini cheklab qo'yishga hamda maxfiy shifr tuzish tirishchanliklarini to'sib olishga qodir. Shundaqla ijtimoiy tor, uchur aloqa detallari va internet orqali ovozliq paranglish qatorliqlardimi nazorat qilish mavjud. Xitoy hukumatining tishiga tegadigan blogerlar doimli parakandichilikka uchraydi. Ba'zi hollarda tutib ketiladi. Ular bu orqali g'arbdagi muxbirlarga uchur yo'llash fursatidan mahrum qoldiriladi. Xitoylar yana g'arbdagi kuchli korxonalardanmi o'zlarining kuzatib tekshirish xizmatiga hamdam bo'lishni talab qiladi. 2006-yili Xitoyda tijorat bilan shug'ullanayotgan Toyota, Alma, Nokia qatorliq 200 dan ko'p har qaysi davlat shirkatlariga vakillik qiladigan sifatlik markalarni qo'g'dash komiteti o'z a'zolariga uchur avatib, Xitoy doiralarining bu shirkatning Xitoydagi xizmatchilarining Xitoy qurgan mudofaa temidan bo'sib o'tib, o'z shirkatining chet eldagi boshqa tarmoqlari bilan aloqa qilganligiga diqqat qilayotganligini bayon qilgan. Shundaqla ularni soqchilarning izlab kelishidan ogohlantirgan. Alma shirkati Xitoy hukumatining chet eldagi Xitoyga yoqmaydigan mazmunlar bo'lgan televiziya kanallari, kitobxonlarga aloqador yumshoq detallarni yoki ulanmalarni yo'q qilish talbiga amalsiz ma'qul bo'lgan. Alma shirkati yillardan beri Alma telefonlarining
Xitoy ko'chma telegrafi maxsus do'konlarda sotilishni qo'lga keltirish uchun to'xtam imzolashga urinib keldi. Fransiyaning sun'iy hamro bilan ta'minlaguvchi korxonasi Taki Xitoy hukumati avatgan Xitoy xaridorlar bilan hamkorlashish talab qilinganqa. Ya'ni 2005-yilga qadar Xitoyga qarshi televiziya stansiyasi hisoblangan ەnۋەر TV bilan hamkorlashib kelgan. Nasdaqmo o'xshashla Xitoyning besimiga amalsiz bosh ekkan. Xabarlardan birida oshkorlanishicha 2007-yil 1-oyda bu shirkatning Amerika puhrasi hisoblangan bir vakili davlat bexatarlik idorasidan chaqirtilib, ەnۋەر TV'ning Nyu-Yorkdagi ishxonasida xabar berayotgan bir xodimi to'g'riliq so'roq qilingan. U shu kun qo'yib berilgan. Biroq Xitoy doiralariga Nasdaqning ەnۋەر TV'ning bosh shtabida xabar berishga hamda hargiz yo'l qo'ymaslikqa va'da berishga majburlangan. 2007-yil 2-oyda ەnۋەر TV'ning muxbiri Nasdaqning bosh shtabidan xabar berayotganiga 1 yildan oshgandan keyin to'satdan Nasdaqning bosh shtabiga kirishdan to'silgan. Bu televiziya stansiyasi bu o'zgarishga sabab bo'lgan narsaning Xitoy hukumatining besim ekanligidan gumonlangan bo'lsa-mu, biroq 2012-yil oshkorlangan telegramma sabablik ishning mohiyatini tunib yetgan. ەnۋەر TV'ning chatga qilishidan bir mezgil o'tmayla Nasdaq Xitoyda o'zining tunji vakolatchilik ishxonasini ichish ruxsatiga erishgan. Wall ko'chisi ژورنىلىنىڭ 2013-yildagi bayoni bo'yicha aytganda, Alma şirketi va Volkswagen avtomobil şirketi növbətdə Xitayda duch kelayotgan avarchiliklar davlat halqıgan şirketlərinin barğancha xatarga duch kelayotganligidan derak berdi. Chunki ularning uchqandek taraqqiy qilayotgan Xitoy iqtisodiga bo'lgan beqindichiligi ularni Beijingning o'zgarishchan qash qapiga qarab ish tutadigan qilib qo'ydi. Ba'zi hollarda chet el shirkatlari Xitoy hukumati medialar tarafidan sestiladi. Yana ba'zida bo'lsa, ular Xitoyning nazorat organlarining yoki hukumatning siyosatlariga qarshi kelib qoladi. O'zini ko'rsatadigan, so'g'atlarga chek qo'yadigan, cheriklikka qarshi turish harakati mushuning jumlasidandir. Xitoycha xabar torbeti bo'shun tori qarallik holda kishilik huquq dafsandichiligini xabar qiladiganligi uchun Yevropa ittifoqining qo'llashiga erishgan. Bu torbatning qurg'uvchisi Mason Feng mundaq deydi. Amerikadagi har qanday cho'ng shirkatlar, hatto Beijingda ishxonasi bor fondlarmo biz bilan bordi-keldi qiladi. Xitoy chet eldagi iqtisodiy yordam qilg'uchilarning iziga tushidi. Ondan u yordam qilg'uchilar Xitoy doiralari tarafidan urilgan telefonga duch keladi. Fikrni kontrol qilish, foydali uchurlarni yetkazuvchilarni tartuqlash, o'zi bilan o'xshash muqomda to'limg'uchilarni jazolash qatorliq bu xil usullarning hammasi urushqoq bagliklardan o'lga ilingan tadbirlardir. Kona zo'ravon kuchning g'ulab tushish uchun ketadigan necha 10 yilga so'zilgan jarayonlar mobaynida mushavirlar pasiballarga beradigan strategiya to'g'risidagi aqliya so'zlar va oddiy maslahatlar doimla raqib davlatdagi qattiq qo'llar bilan mo'tadillarga qandoq taqobil turish to'g'risidagi mo'lcharlarni o'z ichiga oladi.
Әлбәттә, ularda hamma yerdə o'xshash qo'llaniladigan, har qandaq ahvolga mos keladigan chor tadbirlar yo'q. Maqsad doimla dushmanning planini bichit qilishdir. Dushmanning mavjud geopolitik vaziyatini to'g'ri shaklda ko'rib yetishga to'sqinlik qilishdir. Navoda dushman foydaliq vaziyatning yo'linishini sendan burun ko'rib olibli qolsa, sen shaxmat taxtasiga o'z urug'laringni ko'ngildagidek tizolmay qolasan. 6-bob tugidi. Davomi keyingi sonda.